Qo'y junining inson salomatligi uchun ko'pgina foydasi bor. Qo'y junidagi tolalar shunday tarzda joylashganki, mikromassaj samarasini beradi va qon aylanishini kuchaytiradi, immun tizimini mustahkamlaydi, organizmning kasalliklarga qarshiligini kuchaytiradi. Tabiiy jun og'riq qoldiruvchi, antibakterial, yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Bo'g'im yallig'lanishi pnevmoniyada juda yaxshi natija beradi. Jun kiyim yallig'lanish o'chog'ining so'rilib, tez sog'ayishga yordam beradi. Jun asab tizimini tinchlantirish xususiyatiga ega. Stress va charchoqlarni bartaraf etadi. Jundagi suvni qaytaruvchi oqsil aminokislotalari turli hidlar va zaharli moddalarni zararsizlantiradi. Jun o'z vaznining 30% namligini shimib, atrofga chiqara oladi hamda terining dimiqishi va shamollash kasalliklarining oldini oladi. Jun tolalari kanallaridagi havo inson terisiga kislorod yetib borishni yengillashtiradi. Junda havo yaxshi aylanishi hisobiga o'zini tozalash xususiyatiga ega. Matodan havo o'tganda qisman chang va kirlanishni olib chiqadi, ayniqsa namlik yuqori bo'lganda. Matoning bakteriyalardan tozalanishini varsinkalardagi lanolin, ya'ni hayvon yog'i ta'minlaydi. Jun issiqlikni o'tkazmaydi. U sharoitga qarab isitishi ham, salqinlatishi ham mumkin. Ya'ni haroratni bir me'yorda saqlovchi termoregulyator vazifasini bajaradi. Qo'y junining elektr o'tkazuvchanligi past. U deyarli elektrlanmaydi va changni o'zida olib qolmaydi. Jun elektrostatik mato. Musbat ionlar inson tanasiga katta ziyon yetkazadi. Elektrostatik tajanglik esa ko'pgina kasalliklarning boshi sanaladi. Jun inson tanasi yuzasidagi musbat ionizatsiyani kamaytiradi va muammolarning boshlanish xavfida yordam beradi. Jun juda elastikdir. U har qanday shaklni oson egallab, so'ng yana matoga uzoq umr hadya etish uchun o'z holiga qaytadi. Ming afsuski, jun matolarni ishlab chiqarish kamayib, uning o'rnida sun'iy jun matolar egallab bormoqda.